tabriklaymiz. Siz 100 ming so'mlik vaucherga ega bo'ldingiz, ustozlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlarga tanlovda ishtirok etish uchun botdan ro'yxatdan o'tishni shaxsan o'zim qaytadan tushuntirmoqchiman. Mana bu bizning kanalimiz, Robotronics.uz kanali. Bu kanalda har doim biror e'lon tashlansa, ana shu e'lon ostida albatta botni ham havolasini qo'yyapmiz va telefon raqamlarimiz ham qo'yilyapti. Endi sizga yetib borgan har qanaqa shu Robotronicsdan borgan havolani bosadigan bo'lsangiz, mana shu bosdim. Mana bunday xabar ochilinadi. E'tibor bering va start tugmasini bosishingiz kerak. Tanlovda ishtirok etishni boshlash uchun. Mana start tugmasini bosdim. Bossam sizdan kanalga, qaysidir kanallarga a'zo bo'lishni so'raydi. Agar a'zo bo'lgan bo'lsangiz kanalga so'ramaydi. Mana bitta Tech Domla kanali bor ekan, hozir siz a'zo bo'lmagan boshqa profilida. Shuni mana bosdim va a'zo bo'ldim. Endi qaytaman orqaga. Qaytganimda tasdiqlash tugmachasini bosaman. Bossam mana bunda endi to'liq ro'yxatdan o'tishni boshlashimiz mumkin endi ustozlar. Shunchaki ko'pchilik start tugmasini bosyapti-da, to'xtab qolyapti. Bu yo'q, unaqa emas. Start bosgandan keyin o'sha kanallarga a'zo bo'lib so'raydi. Ana shu a'zo bo'lib tasdiqlashni bosganingizdan keyin mana shunday ism familiyangizni yozib yuborishingiz kerak bu yerga. Misol uchun men test qilaman. Faloncha misol. Faloncha, stoncha deb yozganingizdan keyin ism familiyangizni yoki ismingizni yozib qo'yganingizdan keyin yuborish tugmachasini bosasiz. Yuborish tugmachasini bosganingizdan keyin sizdan kontaktni yuborishni so'raydi. Agar u pastda yopiq bo'lsa, mana bunday 4 ta nuqtali tugmacha bor. Shuni bossangiz ochiladi past. Kontaktni yozib yuborish mumkin emas, faqat mana shu kontaktingizni yuboring tugmasini bosasiz va share deysiz. Ana unda mana bunday oyna yangi ochiladi. Sizdan qaysi viloyatdan ekanligingizni so'rayapti. Misol uchun Farg'ona viloyatini tanlaymiz. Va sizdan Robotronicsda avval o'qigansizmi yoki o'qimagansizmi? Mana shu narsani ham so'rayapmiz. Bu o'zimiz uchun kerak bo'ladi. Misol 2 oylikda o'qigan bo'lsangiz, 2 oylikda o'qiganman, o'qimagan bo'lsangiz, yo'q, o'qimaganman deb bosasiz. Bosganingizdan keyin yoshingizni chegarasini so'rayapti. Misol uchun 22 dan katta, 21-25 orasida misol uchun. Va bo'ldi. Siz tabriklaymiz. Siz 100 ming so'mlik vaucherga ega bo'ldingiz. Ustozlar, kursimizda o'qish uchun to'lovidan 100 ming so'm chegirmaga ega bo'ldingiz hozir mana shu botdan, shu ro'yxatdan o'tish orqali. Endi bu hali hammasi emas. Agar siz ball yig'ish tugmachasini bosib, referal havola beradi, hozir ko'rsataman. Ana shu havolani tanishlaringizga tarqatsangiz, har bitta qo'shilgan odam uchun 10 balldan beradi va ballaringiz ko'payib boraveradi. Eng ko'p ball to'plagan 75 ta ustozimizni taqdirlaymiz. Eng oddiy sovg'amiz svetofor modellari hisoblanadi. Dastlabki sovg'alarimiz Arduino to'plamlari. Undan tashqari 9-yanvar kuni biz webinar qilamiz. Webinarda ishtirok etganlarning ichida tasodifiy tanlab olib, jami qiymati 8 million so'mlik vaucherlarni o'ynaymiz. Ana endi ball yig'ishni boshlash uchun mana ball yig'ish tugmachasini bosasiz. Bossangiz mana sizga havola beradi. Bu sizning taklif havolangiz ustozlar. Endi xohlasangiz mana shu taklif havolani o'zini olib turib jo'natishingiz mumkin. Xohlasangiz faqat mana do'stlarga ulashish tugmachasini bosish orqali birontasini tanlashingiz mumkin. Do'stlarga ulashishni bosasiz. Bosib kimnidir tanlaysiz. Misol uchun bironta guruhni tanlash kerak. Misol mana robototexniklar gruppasini tanladim. Jo'natishni bosamiz. O'zi avtomatik nimani do'stlarga ulashishni bossangiz, mana bu yerda bossangiz, o'zi tanlaydigan odamlar kelib chiqadi. Hozir kompyuterda biroz ishlamay qolibdi. Yoki mana bu havolani o'zini yuborish ham mumkin. Endi kim mana shu havolani bosib ro'yxatdan o'tsa, unga 10 balldan qo'shib boriladi. Endi ballaringizni ballarim degan bosasiz.
Mana sizda 10 ball, siz ro'yxatdan o'tdingiz, shuning uchun 10 ball beriladi. Lekin taklif qilganingiz yo'qsiz. 3522 ID raqamingiz. Xo'p, agar mabodo ism familiyangizni xato yozib qo'ygan bo'lsangiz, profil tugmachasini bosasiz. Bu yerda mana test falonchi. Uni o'zgartirish, ma'lumotlarni tahrirlashni bosib, o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Endi reyting mana sovg'alar va shartlarni bossangiz, sovg'alarimiz va shartlarimiz haqida qisqacha, kurslarimiz haqida va bog'lanish uchun aloqa ma'lumotlarimiz yozilgan. Reytingda kim nechinchi o'rinda ketayotganini bilish uchun reyting top 50 ni bosishingiz kerak. Ustozlar, 9-yanvar juda ham qiziq bo'ladi, xudo xohlasa. Budilniklarga qo'yib, eslatmalarni yoqib qo'yinglar. Hammalaringizni kutamiz. Salomat bo'linglar.